tashqarida ishlayotganlar, tomchilar, monolitchilar hozir $1000, $2000 ishlasa bo'ladi. Mana dvornik egalari ketdi o'zini ishini tashlab, ahvol mana bunaqa. Все завалено. Qaysi musulga bo'lsa. Пришли мусор выбросить. Представляете, 12 января. Ой. Верните нам узбеков и таджиков, потому что живем в говне, а коммуналку платим 2 раза больше. Так что вот так просто трактор дорогу делает и все. Assalomu alaykum do'stlar, barchangizga Moskvada yurgan qadrli vatandoshlar. O'tgan safar video qo'ygandim. Juda ko'pchilik yana ko'rishdi. Xullas shu qor mavzusida. Qor mavzusida qo'yganim sababi shuki, 9-yanvardan 12-yanvargacha kuchli qor yog'ganda, shunaqangi qor yoqqanki 50 santcha pashti yog'di. Endi shu qor yoqqanda ko'pchilik dvornik akalar o'zini joyini tashlab, nimaga tashlab ketadi? 70 ming rubl, 80 ming rubl oylik. Bular tashlab ketadi. Chunki ustroyit qilmaydi bu. Qorni kurab, sovuqda yurib qiynalish. Masalan, yanvar, fevral qor yog'sa 70 ming rubldan ustroyit qilmaydi. 70 ming rubl $800 bo'ladimi? Shunaqa $800 bo'ladi. $8 jinni oshadi. $8 $8 endi kvartiraga to'laydi 10 ming. Patentga to'laydi 10 ming. Yeb ichgani bir 20 ming. Endi xaltura paltura qilgan taqdirda ham $8 pul ishlaydi bu sovuqda. Bu sovuqda qoplanmaydi. Shunga ketgandan keyin o'zini joyi ishsiz qoladi. Ko'pchilik ketib yuboradi-da, masalan, oldimda ham juda ko'pchiliklar ketib yuborgan. Tozalovsiz, shunaqa ahvolda qolib ketadi. Keyin bularga tepadan buyruq bo'lib tozalagin shetda desa, kunlikka odam ishlatadi. Kunlikka odam ishlatish uchun podyezdlarga, magazinlarning oldiga yozib telefon nomer qo'yib qo'yadi. Shunaqalar kelib kunga o'qiydi endi kim ko'rsa. Shunaqalar kelib shu kunlik tozalaydi. Magazinlarni, parklarni, katta targoviy sentr magazinlarni oldilarini tozalab beradi. Keyin qo'liga kuniga 6 ming, 7 ming holatiga qarab qordi. Yo'laklarni o'zi bo'lsa arzon, keyin texnikalarga hisob berish bo'lsa arzon. Agar qo'l mehnati texnika kerilmagan bo'lsa 10 ming rubl. Keyin dacha tomlarni 50 sent, ya'ni hozir yana yog'yapti. 50 sent, 40 sent bo'lib ketadi. Bu tom kuramasa bosib qoladi. Bu tomni kuratgani 10 ming rubldan shunaqadan odam izlab e'lon qilib yopishtirib qo'yadi. Bularga endi ruslar chiqmaydi, biznikilar, o'zbek, tojik, qirg'iz shunaqalar chiqadi endi xaltura qilib. Bu endi ishsiz qolgan, shu tashqarida bo'lib turib ishi to'xtab qolganlar shunaqalarga boradi. O'zbekistondan asobiy kelishga bu ish ustroyit qilmaydi. Chunki kelasiz 3-4 kunda qor ko'rasiz, bo'ldi, ish tugaydi. Keyin ko'pchilik nima ish qilsak bo'ladi Moskvada deb yozibdi kommentariyada ham. Qo'lingizdan hunaringiz bo'lsa, bu yerda xor bo'lmaysiz. Masalan, birinchi o'rinda bu yerda hunar, keyin til. Tilni ham endi uncha-muncha bilishingiz kerak. Masalan, bu yerda eng yaxshi hunarlardan biri santexnik. Hozirgi qish kunida santexnik, elektrik, keyin remontchilar, remontni ham ponni qilayotgan, patkulch qilayotgan. Keyin eshik qo'yayotgan, MDF eshik qo'yayotganlar ham bu yerda hozir yaxshi pul ishlaydi. Gaplashasiz, ular 5 ming rubldan bitta eshik olsa, sizga 3 ming rubldan donasiga beradi. Bir kunda kamida 4 ta 5 ta eshik qo'ysa bo'lmasa, 5 ta 6 ta ham eshik qo'ysa bo'ladi. Ustasi bo'lsa. Bular katta pul ishlaydi. Santexniklar ham yaxshi. Santexniklarni ham masalan kunida kunch men sherigim bor. Shu yerda kuniga 10 ming rubl, 15 ming rubl kerak bo'lsa, 20 ming rubl ham topadi. Endi santexnikani ham masteri bo'lsangiz, hamma yoqqa tushunayotgan bo'lsangiz, bu yerda yaxshi pul topasiz. Keyin remontchilar ham zo'r bo'lsa, biz o'zimiz ham remont qilamiz. Remontchilar ham zo'r bo'lsa, bu yerda Moskvada yaxshi pul topsa bo'ladi. Hozir poliga eng arzoni 15 ming rubl olsa bo'ladi. Bez patolog, bez eshik, bez santexnika shunaqa qilib bez stechka 15 mingdan olsa bo'ladi. Eng arzon bo'lmasa 20 ming, 25 ming ketaveradi qo'shilib. Olsa bo'ladi. Shunaqa qilsa kuniga, oyiga bemalol
150 ming, 200 ming spokойно ishlasa bo'ladi. Shu hunarlarni bilganlar. Hozir qish kunidagi holatda tepanda. Lekin tashqarida ishlayotganlar, tomchilar, monolitchilar, hozir jinday sovuq, qattiq qor yog'yapti. Bular ishi jinday suslashib turibdi. Endi qayerlardadir hali g'isht terayotganlar, arlisovkachilar ishlayapti, tepasi bek ular ishi yuraveradi-yu, lekin monolitchilarga ko'p joyda dam beryapti, ko'p joyda yuryapti. Shu hunarlarni bilib Moskvaga kelsangiz, ozgina tilni bilib, gideti $1,500, $2,000 ishlasa bo'ladi. Qattiq ishlasangiz bemalol ishlaysiz. Lekin buni dvorniklikka kelishga men maslahat bermayman. Dvorniklikka keldingiz, yozgi kunida kelsangiz, oddiy musorlarni oy yurib, masalan, xaltura qilsangiz, 120-130 ming ishlasangiz bo'ladi. Lekin qish kunida sizni hech yoqqa jo'natmaydi. Shu dekabr, yanvar, fevral, mart hech yoqqa sizni jo'natarmaydi xalturaga. Shu jek deydi, shu dvorniklar tepasida turgan odamlar hech yoqqa jo'natmaydi, chunki bu yerda ish yetim oshib ketadi. Jo'natish mumkin, boshqa podizlarga o'zini yurpasini jo'natish mumkin. Xaltura qilolmaysiz. Shuning uchun shu hunarlarga kelsangiz bo'ladi. Mana dvornik egalar ketdi o'zini ishini tashlab, ahvol mana bunaqa. Все завалено. Qaysi musorga borsangiz. Пришли мусор выбросить. Представляете, 12 января. Ой. Это просто нечто. Bular ham nol yotibdi. O'ziga bo'lsa qilar ekan. Все завалено. Mashinasini tagini ochib, o'zlari harakat qilyapti. O'ziga bo'lsa, hamma o'ziga bo'lsa qiladi baribir. Endi bular ham norozi bo'lyapti. Indislar deyapti, hindlarni olib keldi, hindlar eplanmadi. Dvorniklikda ham eplanmadi. Nima ko'ngildagidek qilinmadi. Endi sigirni sidigiga, axlatiga cho'milib yurgan indislardan nima kutsa bo'ladi. Kvartiralarni yig'lab video olgandi. Vannaga ko'pchilik yashayapti bitta kvartirada. Haydab olgandan keyin bitta joyda sherik-sherigini chaqiradi. Vannaga rolton damlabdi. Rakvinaga yana bir narsa ovqat qilib tashlabdi. Vannani bekitib rolton tashlabdi. Shu rolton o'zi yebdi. Videolar chiqib ketdi-yu, kelib qolgan video egasi hamma yo'q axlat. Keyin 5-yanvarda shunday holat bo'ldiki, rus bolalar bilan rus qizlar o'tirib kvartirada urushib qolib, bittasini pastga tashlab yuborgan, u qiz o'lgan, rus qiz o'lgan. Shuning uchun red boshlangan. Nimalarni deport qilishni boshladi hindlarni. Aeroportlar to'la hindlar bo'lib ketdi. Deport qilib haydashni boshladi. Bularni nimasiga, tabiatiga tushmadi xullas. Bular deport qilib yo'qotishni boshladi. Bizni sharmanda qildi bular hindlar deb o'zlari hammasi aytdi. Endi o'zlari aytdi. Endi bu videoni ko'rsangiz tushunib olasiz. У нас дворы убирают. Вот, ребята. Все кричали, узбеки, таджики. Теперь надо кричать: верните нам узбеков и таджиков. Потому что живем в говне. А коммуналку платим 2 раза больше. Так что вот так просто трактор дорогу делает и все. И забудьте. Так что скажите, пожалуйста, где индусы? Индусы, которые говорили, что будут заменить узбеков, таджиков. Вот. Xullas, hech kim chiqmasa, mana shu ahvol bo'lyapti. Musofirda yurganlar o'zlaringga ehtiyot qilinglar. Qo'ldan kelgancha bir-birimizga yaxshilik qilaylik, xudo xolasa. Men ham qo'ldan kelgancha yaxshiligimni aytayman sizlar uchun. Sizlar ham yonlaringda kimki tanish uchrasa, ishsiz bo'lsa bir-birlaringga ish beraylik. Xudo xolasa 1-2 oyda o'tib ketadi shu, yana ishlar joyiga tushib ketadi. Xudo xolasa birpas o'tib ketadi bu qor, yomg'ir kunlar ham, ishlar ham serob bo'lib ketadi, yana ishlar yurib ketadi. Shunaqa payt bir-birimizni pandisha qo'yaylik. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'lasizlar.